Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Sirgindi Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissari vazifesinden ayrılıyotudu. Ama Xitayning insan hakları depsendiciligi bilan aloqador dokladni texi e'lon qilmadi. Xitoyga joylashgan bir jasuslik guruhining kompyuter qaroqchilari yomon g'arazlik yumshoq detallar bilan Avstraliya amaldorlarini nishonlagan. Amerika klimat vakili John Kerry klimat o'zgarishi to'g'risida Xitoyni hamkorlashishga chaqirdi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissari vazifesinden ayrılıyotudu. Ama Xitoyning insan hakları depsendiciligi bilan aloqador dokladni texi e'lon qilinmadi. Fransiya 24 to'rining 30 avgustdagi xabariga qaraganda, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissari Michelle Bachelet seshanba kuni uzun zamonlardan beri e'lon qilishni va'da qilgan Xitoyning Sharq Turkistondagi inson haqlari depsendiciligi bilan aloqador dokladni e'lon qilmay vazifasidan ayrilgan bo'lsa-mu, diplomatlar yanada hurmat bilan uzitib qo'ygan. Nurg'ulg'an davlat vakillari Birleşken Devletler Teşkilatı'da Bacheletning o'tgan 4 yilda mushkulotlar bilan qanday kurash qilganligini tilga ilishib maqtagan. Maqtash, gul taqdim qilish, o'ri turib alqishlash ichida qolgan Bachelet Sharq Turkiston haqidagi dokladini e'lon qilish masalasini yanada hal qila olmagan. Bachelet 1 yil ilgari kengashga ishxonasining Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligi bilan aloqador dokladning natijasini chiqarishga majbur bo'lganligini aytgan. U yana davomliq vazifa o'tashga uyg'un ahvol ostida chorshanba kuni ishdan to'xtaydi. Inson haqlari guruhlari texmi umidsizlandi. Vazifasidan iste'fo berishga bir kun qolgan bo'lsa-mu, hech va'dasida turmaydigandek qiladi. Seshanba kundagi yig'inda Angliyaning huquq kengashida turishliq bosh elchisi Rita Fransuzga o'xshash bir qancha huquq tashkilotlari a'zolari bu masalani o'tirg'a qo'ydi. Rita Fransuz har qanday bir davlat kishilik huquq xotirasida obyektiv tekshirishdan xoli bo'lishi, har qanday bir davlat oliy komissarining ovozini bo'g'ishga yo'l qo'ymasligi kerak. Bu hammamiz uchun muhim. Shunga dokladni e'lon qilishingiz kerak dedi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotidagi John Fisher Bacheletning muvaffaqiyatlarini e'tirof qilish bilan bir vaqtda agar vazifangizdan ayrilishdan burun atalmish Şinjan to'g'risidagi dokladingizni e'lon qilmasangiz, bu xatarlarning hammasi sizga ko'langi bo'ladi. Uyg'ur va boshqa ziyonkashlikka uchrag'uvchilar sizning ular duch kelgan ziyonkashlikning darajasini doklad qilishingizga ishondi. Agar ziyonkashlikka uchrag'uvchilar uchun o'rningizdan turmasangiz, kim turadi? dedi. Bachelet seshanba kuni bu masalani hal qilmadi, ammo oldingi hafta besimga uchraganligini e'tirof qilgan. Shundaqla bundoq besim ostida qolganda e'lon qilmaydiganligini va yo nashr qilishni to'xtatadiganligini aytgan. Shuning bilan birga yana va'dasida turadiganligini qo'shib qo'ygan edi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, tarix oliy komissar Michelle Bacheletning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizishni qulaylashtirib berganligini xotirlaydi. Agar Birleşken Devletler Teşkilatı inson haqlari va'dasiga amal qilib, vazifasini ijro qilsa, chuqur dokladni e'lon qilishi va irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakatga o'tish kerak dedi. Tor bexatarlik shirkati Proofpoint va PwC tahdid axborot atritining tadqiqotchilari seshanba kundagi dokladida Xitoyga joylashgan bir jasuslik guruhi kompyuter qaroqchilarining yomon g'arazlik yumshoq detallari bilan Avstraliya amaldorlarini nishonlaganligini aytdi. CBS Koptorning 30 avgustdagi xabariga qaraganda, Osiyo Tinch okean rayonidagi hukumat, energiya va yasamchilik xodimlariga qaratilgan tor jasuslik faoliyati nishonni saxta bir xabar qurilishiga qaratgan saxta elektronlik xat tarqatdi. Red London TA423 APT40 deb atalgan hujumchilar tor bekatni Skinbox deb ataladigan yomon g'arazlik yumshoq detallarni tarqatish uchun loyilagan. Xitoyni baza qilgan bu guruh 2013-yilgacha 10 yilga yaqin faoliyat qilgan bo'lib, asosligi Janubiy Xitoy dengizini nishon qilgan. Ammo dunyoning boshqa joylarida ziyonli qilmishlarni qilganligi ma'lum. 2021-yili Adliya ministrligi APT40 ni Xitoy davlat bexatarlik ministrligiga bog'ladi. Apreldan iyungacha bo'lgan oraliqda ilib berilgan bu eng yangi faoliyat shamol turbini flotining remontini qilgan yer shari og'ir sanoat ishchilariga markazlashgan. Tadqiqotchilarning aytishicha, Avstraliya Atiganlik xabarlari ismli saxta xabar torbekitida qonunli xabar qurilishlarining rasmlari va hikoyalari bor. Xitoy tor jasuslik guruhi bilan munosabatlik deb qaralgan oldingi qitimliq faoliyat 2018-yili Kambodjani nishon qilgan. Kompyuter qaroqchilarining Skinbox yumshoq detalni ziyonkashlikka uchrag'uchining kompyuterga o'rinlashtirishni planlashi
Kəm degəndəmۇ 2014 yıldan başlanğan. 2015 yıllık PwC təhlilində Xitayğa aloqadar nurg'ulg'an tor məşğulatının bu quralni bir qancha yil ishlatib kelganligi yakunlangan. 2021 yılı 2. ayda Proofpoint Xitay bilan hamkorlashgan yana bir gruppa TA413 buni ishlatib dunyo miqyosidagi Tibet tashkilotini nishonlaganligini ko'zladi. Tədqiqatçılar ən yaqinqi məşğulatni analiz qilish orqali bu gruppaning 2021 yılı 3. aygacha bo'lgan faoliyatlarga bog'langanligini bayqagan. 2022 yılı 3. ayda yomon qarazlik Microsoft Word widgetini ishlatish orqali məşğulatni asliga keltirgan. Aprelda boshlangan hozirgi to'lqin o'z ta'sir doirasini qo'llanish orqali ziyonkashlikka uchraguvchilarni saxta xabar tor bekitiga boshlab kirgan. Amerikaning klimat vakili John Kerry Xitoyni klimat o'zgarishi to'g'risida hamkorlashishga chaqirdi. Maliya vaqti torining xabariga qaraganda, Tayvanning masalasi sababidan Washington bilan bo'lgan jiddiylik kuchaygan taqdirdami, John Kerry Beijingni klimat o'zgarishi to'g'risida to'xtatilgan suhbatni asliga keltirishga chaqirdi. Xitoy bu oyda Amerika bilan klimat suhbatini uzib tashlab, Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosining Tayvan ziyoratiga norozilik bildirgan edi. Kerry qayta hosil bo'lgan energiyani tilga olib, Xitoyning klimat krizisiga bo'lgan andishasi bor, ammo ular yana iqtisodning sijilligi, iqtisodiy taraqqiyotdan andish qiladi dedi. Xitoyning Tayvan atrofida qilgan harbiy manevrlari, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini qo'llashi va savdo talash tartishi sababidan Bayden hukumati bilan bo'lgan munosabati texmi jiddiylashdi. Parlament Xitoydan kirgizilgan mollarga qarata majburiy emgakning oldini olish qonunini yo'lga qo'ygandan keyin Amerika bilan bo'lgan ixtilof pokiz energiya sohasiga yetdi. Amerika bilan Xitoy o'tgan yil noyabrda Glasgowda o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining COP26 klimat boshliqlar yig'inida oz uchraydigan birlashma xitobnoma e'lon qilib, klimat o'zgarish masalasidagi hamkorlikni e'lon qildi. Xitoyning alohida vakili buni mavjud krizis deb tasvirladi. Turkiyaning Çanakkale urushida harbiy qismga yangidan askarlar keldi. Sirri Efendi ismli bir yüzbaşı askerlarni ko'zdan kechirayotganda Chechining bir tutamiga xina qo'yilgan bir askarni ko'rdi va o'g'il olimi xina qo'yamdi deb chaqchaq qildi. Askar, "Men bu yerga kelishdan ilgari onam xina qo'ygan. Sababini bilmayman" deb javob berdi. Qo'mondonning talabiga binoan u onasidan Chechini nima uchun bo'yganligini so'raydi. Onasi maktubda shunday yozadi: "Ey ko'z nurim Hasan, İçimde yalqındek yeniyotgan vatan muhabbeti turib, biz kentimizde rahat o'tira olamdik. Sen cho'ng ajdodingdan, dadangdan kam emas. Men sening onang, bizni Allah yaratdi. Vatan cho'ng qildi. Allah vatan uchun bizni oziqlantirdi. Sen bu ailening tanlangan qurboni. Hasanim, amaldaringga ayt. Bizni kentda qurbonlik qiladigan qo'ylarga xina qo'yiladi. Men seni avlodlarimning orasidan vatan uchun qurbonlik qilishga atadim. Shunga Chechinga xina qo'ydim. Alakmillah. Allah seni İsmail alayhissalomning yo'lidan ayirmasin. Farishtalar seni hozirdan boshlab rahmat bilan aslaydi. Anang Xadichadan." Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün alay için köp rahmet. Keler qitimqi programımız görüşkice Allah'a emanet bolgaysizlar.